Bu ajoyib an'anaviy arxitektura va boy tarixga ega noyob qishloq. Assalomu alaykum barchangizga aziz Ay Yildiz tomoshabinlari. Bugun biz sizni dunyodagi eng ajoyib tarixiy va go'zal qishloqlardan biriga olib boramiz. Arxitektura, madaniyat va tabiat birgalikda xayoliy tasvirni yaratgan. Zinapoyali uylari, tor xiyobonlari, yoqimli tumanlari, yamyashil toglari bo'lgan Masula qishlog'i olis o'tmishning jonli suratidek. Ushbu videoda biz Ay Yildiz kanali bilan ushbu ajoyib qishloqning yuragiga sayohat qilamiz. Biz birgalikda eski hikoyalarni, mahalliy xalqning turmush tarzini va mintaqaning go'zalligini kashf qilamiz. Shunday ekan, agar siz sarguzasht, tabiat va maxsus madaniyatlarni yaxshi ko'rsangiz, ushbu videoni o'tkazib yubormang. Kelgusi sayohatlardan xabardor bo'lish uchun Ay Yildiz kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xo'sh, tayyormisiz? Keling, bu sarguzashtni birgalikda boshlaylik. Masula Eronning eng go'zal va tarixiy qishloqlaridan biri bo'lib, Gulan viloyatida, Foman shahridan 32 kilometr janubi-g'arbda joylashgan. Qishloq o'zining betakror zinapoya me'morchiligi bilan mashhur. Shuning uchun har bir uyning hovlisi eng past uyning tomidir. Ushbu me'moriy uslub Masulani Eronning eng muhim sayyohlik joylaridan biri sifatida mashhur qildi. Masuleh qishlog'i o'sha paytda mavjud bo'lgan oddiy jihozlar bilan qiyin joyda turar joy qurishda qadimiy inson aql zakovati isbotidir va bugungi kunda ham mustahkamdir. Bu safar Ay Yildiz sizni Eronning eng qadimgi qishlog'ini o'rganishga taklif qiladi. Odatdagidek, sayohatingizda sizga hamrohlik qilish uchun qahva va gazaklar olib keling. Omon qolish uchun qadimgi davrlarda inson ajdodlari o'zlarini xavfsiz his qiladigan joylarda yashashni tanladilar, ulardan biri jar yoqasida. Sababsiz emas. Agar ular o'z qishlog'ini vodiyda qursalar, ularning qishlog'i suv ostida qoladi. Biroq, agar ular uni tepada qurishsa, kuchli shamol ularning qishlog'ini vayron qiladi. Masuleh qishlog'i ahlining qoya yonbagirlarida uylar qurishining sababi ham bo'lsa kerak. Qishloq faqat pastdagi uylarning tomlarini ishlatadigan piyoda yo'llari bilan o'ralgan. Bu yerdagi uylar ayvonli binolarda tizilgan. Bu qishloq o'z aholisining uylari tepasida joylashgan yo'lga ega. Bu yerdagi uyning tomi nafaqat yo'l, balki uning ustidagi binolar uchun ham. Bu yerda siz uyingizda joylashgan restoran, kafe va bozorlarni topishingiz mumkin. Qishloq bo'ylab sayr qilar ekansiz. Mahalla faoliyatiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Xiyobon bo'ylab kichik rastalardan rang-barang sharflar va qo'lda yasalgan qo'g'irchoqlar sotadi. Bundan tashqari, tashrif buyuruvchilar maktablar, bozorlar, bog'lar va aholi uylari tomlarida qurilgan boshqa obyektlarni ham ko'rishlari mumkin. Aholining tik yonbagirlardagi cheklangan yerlardan samarali foydalanishi uchun ular uyning bunday tuzilishini yaratdilar. Masuleh qishlog'i me'morchiligi o'ziga xos konsepsiyaga asoslangan bo'lib, pastroqdagi uylarning tomlari uning ustidagi uy uchun hovliga aylanadi. Bu toza va ixcham tartibni yaratadi. Tik va yashil tog landshafti o'rtasida. Masulehdagi binolar odatda yog'och va loydan qurilgan. Ularning uylari tepasida qurilgan boshqa binolarga bardosh bera olishi uchun ular loy, tosh va yog'ochdan foydalanganlar. Bundan tashqari, Masulehdagi binolar odatda yog'och va loydan qurilgan. Bundan tashqari, Masulehdagi binolar odatda yog'och va loydan qurilgan. Bundan tashqari, odamlar uylarining tomlari ham nam iqlimga bardosh beradigan tarzda qilingan. Masulehdagi uyning tomi uning ustidagi yukka bardosh berishning g'ayrioddiy qobiliyatiga ega. Asrlar davomida Masulehdagi binolarning tomlari yomg'irga chidamliligini isbotlagan. Shuningdek, uning yonidan o'tayotgan odamlar. Masuleh qishlog'ining obodligi tasodifiy emas, hisob-kitoblarga to'la edi. Pastki qismida turar joy va boshqa tijorat binolari kabi yirik binolar qurilgan. Shu bilan birga, o'rta va yengil konstruksiyali binolar yuqoriga qarab qurilgan. Bu ajoyib an'anaviy arxitektura va boy tarixga ega noyob qishloq. Masuleh qishlog'i o'sha paytda mavjud bo'lgan oddiy jihozlar bilan qiyin joyda turar joy qurishda qadimiy inson aql zakovati isbotidir va bugungi kunda ham mustahkamdir. Bu safar Ay Yildiz sizni Eronning eng qadimgi qishlog'ini o'rganishga taklif qiladi. Odatdagidek, sayohatingizda sizga hamrohlik qilish uchun qahva va gazaklar olib keling. Omon qolish uchun qadimgi davrlarda inson ajdodlari o'zlarini xavfsiz his qiladigan joylarda yashashni tanladilar, ulardan biri jar yoqasida. Sababsiz emas. Agar ular o'z qishlog'ini vodiyda qursalar, ularning qishlog'i suv ostida qoladi. Biroq, agar ular uni tepada qurishsa, kuchli shamol ularning qishlog'ini vayron qiladi. Masuleh qishlog'i ahlining qoya yonbagirlarida uylar qurishining sababi ham bo'lsa kerak. Qishloq faqat pastdagi uylarning tomlarini ishlatadigan piyoda yo'llari bilan o'ralgan. Bu yerdagi uylar ayvonli binolarda tizilgan. Bu qishloq o'z aholisining uylari tepasida joylashgan yo'lga ega. Bu yerdagi uyning tomi nafaqat yo'l, balki uning ustidagi binolar uchun ham. Bu yerda siz uyingizda joylashgan restoran, kafe va bozorlarni topishingiz mumkin. Qishloq bo'ylab sayr qilar ekansiz.
mahalla faoliyatiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Xiyobon bo'ylab kichik rastalardan rang-barang sharflar va qo'lda yasalgan qo'g'irchoqlar sotadi. Bundan tashqari, tashrif buyuruvchilar maktablar, bozorlar, bog'lar va aholi uylari tomlarida qurilgan boshqa obyektlarni ham ko'rishlari mumkin. Aholining tik yonbagirlardagi cheklangan yerlardan samarali foydalanishi uchun ular uyning bunday tuzilishini yaratdilar. Mas'uliyat qishlog'i me'morchiligi o'ziga xos konsepsiyaga asoslangan bo'lib, pastroqdagi uylarning tomlari uning ustidagi uy uchun hovliga aylanadi. Bu toza va ixcham tartibni yaratadi. Tik va yashil tog' landshafti o'rtasida. Mas'uliyatdagi binolar odatda yog'och va loydan qurilgan. Ularning uylari tepasida qurilgan boshqa binolarga bardosh bera olishi uchun ular loy, tosh va yog'ochdan foydalanganlar. Bundan tashqari, mas'uliyatdagi binolar odatda yog'och va loydan qurilgan. Bundan tashqari, mas'uliyatdagi binolar odatda yog'och va loydan qurilgan. Bundan tashqari, odamlar uylarining tomlari ham nam iqlimga bardosh beradigan tarzda qilingan. Mas'uliyatdagi uyning tomi uning ustidagi yukka bardosh berishning g'ayrioddiy qobiliyatiga ega. Asrlar davomida mas'uliyatdagi binolarning tomlari yomg'irga chidamliligini isbotlagan. Shuningdek, uning yonidan o'tayotgan odamlar. Mas'uliyat qishlog'ining obodligi tasodifiy emas, hisob-kitoblarga to'la edi. Pastki qismida turar joy va boshqa tijorat binolari kabi yirik binolar qurilgan. Shu bilan birga, o'rta va yengil konstruksiyali binolar yuqoriga qarab qurilgan. Bu ajoyib an'anaviy arxitektura va boy tarixga ega noyob qishloq. Mahalliy aholining asosiy qismi Gilaki qabilasidan bo'lib, o'z an'analari va tarixiy va madaniy merosga boy kundalik turmush tarzini saqlab qoladi. Bu qishloqda san'at, an'anaviy musiqa, to'quv va to'quv matolari kabi hunarmandchilikni uchratish mumkin. Bu yerdagi an'anaviy hunarmandchilik turlaridan biri gilamchilikdir. Bu yerga sayyohlar ko'p bo'lgani uchun hozir qishloq xo'jaligining asosini turizm tashkil etadi. Mas'uliyat qadimdan savdo markazi bo'lgan. Asrlar davomida odamlar o'z mahsulotlarini sotish uchun mintaqaning turli burchaklaridan kelishadi. 20 asr boshlarida bu qishloq jangarilar harakati tomonidan qo'rg'on sifatida foydalanilgan. Usmonli, ingliz va rus kuchlari tomonidan Eronning bosib olinishiga qarshi chiqqan. Ba'zi umumiy qishloq xo'jaligi mahsulotlariga mavsumga qarab bug'doy, arpa, uzum va olma va shaftoli kabi mevalar kiradi. Mas'uliyat qishlog'i tog' yonbag'irlarida qurilgan bo'lib, eramizning 15 asrida tashkil etilgan. Boy tarixga ega bo'lgan hududdagi eng qadimiy qishloqlardan biriga aylantiradi. Umuman olganda, mas'uliyat an'anaviy Eron madaniyati qanday saqlanib qolishi va zamonaviy davrda gullab-yashnashining ajoyib namunasidir. Ammo baribir o'ziga xoslik va qobiliyatlarni saqlab qoladi. Va ularning o'ziga xosligi. Aziz do'stlar, shu bilan go'zal Mas'uliyat qishlog'iga sayohatimiz yakunlandi. Umid qilamanki, siz ushbu sarguzasht va tinchlik va hayratga to'la lahzalarni boshdan kechirdingiz. Mas'uliyat shunchaki qishloq emas, balki ko'rishga arziydigan o'tmish, madaniyat va tabiiy go'zallikka ochilgan derazadir. Agar sizga ushbu video yoqqan bo'lsa, kelgusi sarguzashtlarni o'tkazib yubormaslik uchun Ay Yildiz kanalimizga obuna bo'lishni va bildirishnoma qo'ng'irog'ini yoqishni unutmang. Sizning yoqtirganlaringiz va sharhlaringiz siz bilan ko'proq sayohatlarni baham ko'rishimizga yordam beradi. Xo'sh, bizga sharh qoldiring. Ushbu sayohatning qaysi qismi sizga ko'proq yoqdi? Keyingi manzilimiz qayerda bo'lishini xohlaysiz? Keyingi safargacha tabiat panohida qoling va sarguzashtni davom ettiring.